Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, san'at shinavandalari, qadrli tele tomoshabinlar. Yana ko'rishdik, bundan baxtlimiz. Iloho, baxtli bo'ling, ko'rkam, shod, sog'lom yashang. Demak, bugungi uchrashuvimiz qanaqa so'lim joy. Favvoralar oqib, sharillab, so'lim daraxtlarni qarang. Buqorini qarang. Endi bu ob-havoni, bu iforni sizga kamera orqali yetkiza olmaymiz-da. Lekin bu armon bo'lmaydi. Siz qalban his qilasiz. Bugun biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Bugun demak O'zbekiston televideniyasi mahalla telekanali xushvaqt ko'rsatuvimizni kamera va mikrofonlari Qibray klinik sihatxonasi hovlisiga o'rnatilgan. Do'stlar, bugungi uchrashuv, bugungi fayzli davra bizga, biz ijodkorlarga va sizlarga, tele tomoshabinlarga muborak bo'lsin deb olqishlamoqchiman do'stlar. Muborak bo'lsin uchrashuv. Bugun ham sizlarga xush yoqadi degan maqsadda aziz san'atkorlarimizni go'zal kuy navolari bilan chorlaganmiz. Bugungi fayzli davramizni el suygan san'atkor, donishmand hofiz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Mahmudjon Azimov boshlab beradilar. Marhamat, marhamat. Bir sormading ey dil ravona bo'ldi, qilgan o'shal ahdu vafona bo'ldi. Ko'zlaring ham oshna bo'ldi, ko'zlaring ham oshna bo'ldi. Ketding demay Mubtalana buldi, keting demay mubtalana buldi. Kech işim fikrim hayaling o'zgalarning kamidadur saling bir ko'rarga zordur meney jamaling bir ko'rarga zordur men jamaling niqob ochmas body savana buldi, niqob ochmas body savana buldi. Arz eyledin nice derdi halim, hergiz işitmedin meğer gümanım, hergiz işitmedin meğer gümanım. Kılmaz eser kılgen duana buldi, kılmaz eser qilgan duona bo'ldi.
vaqtini qilolmayin sari muqimingman ishqing bilan bemari muqimingman ishqing bilan bemari bir boqmading bahri xudo na bulding bir boqmading bahri xudo na bulding na bulding na bulding Muhtaram teletomoshabinlar, kayfiyatimiz a'lo, go'zal so'lim joydamiz. Men o'ylaymanki, bizning mehmonlarimiz ham kayfiyati go'zal. Agar so'zimga qo'shilishsa, rostdan kayfiyatimiz yaxshi desa, guldiroz qarsa elib, ana kayfiyat a'lo. Yanada kayfiyatimiz shukuhli bugun davramizda el suygan katta ijodkorimiz, ma'naviyatimiz darg'asi, mana yaqindagina katta yigit bo'lib 80 yoshlik yubileylarini nishonlagan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi bevosita ustozimiz Nuriddin aka Amijonov ishtirok etyaptilar. Nuriddin aka xush kelibsiz, xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Kechagi nishonlangan katta chiroyli mahobatli yoshingiz bilan tabriklaymiz do'stlar. Men bir umr sayyor yurganman, bilasiz. Sayyor studiya bilan viloyat tuman. Bundan ham xushvaqtroq bo'lib, xalqimiz suyib poylaydigan, suyib ko'radigan ko'rsatuvlarning biriga aylangan ana shu taxtdan tushmaslikni sizlarga tilab qolaman. O'zim uchun qiziqda, 80 yosh qanaqa bo'lar ekan? O'zi 60 man. Men qizlarga 60 man deb yuraman. Lekin shu zo'rlab 80 san deyordi, ishonib qoldim men 80 ekan. Barakasini bersin, umringizga baraka. Xudoga shukr. Endi kimga qanday? Men hali yigitdayman. Sog' bo'ling. Chunki ishxonamda ham va'da berdim, 90 gacha ishlayman, chidaysizlar. Keyin bir 10 yildan olamansam, undan keyin yana chaqirib olamiz deyapti. Salomat bo'ling, ilohim, sog' bo'ling. Boringizga shukr. Katta rahmat. Boringizga shukr. Qadrli do'stlar, hamisha yosh navqiron ustozimiz Nuriddin aka Amijonov siz uchun bir chiroyli qo'shiq taqdim etamiz. Demak, xalqimiz suygan san'atkor, darvoqi ajib bir davra bo'layapti. Ajib kunlar, chiroyli fursatlar, ajib damlar deb eslaymiz-da. Murod Rahmon so'zi bilan Nuriddin akamdan qolgan go'zal merosni Dilshodjon Rahmonovdan ijro etib berishini iltimos qilamiz. Tomoshabinlarga ham, sizga ham tuhfa bo'lsin. Salomat bo'ling Nuriddin aka. Davom etamiz do'stlar, davom etamiz. Marhamat. Acab sırlar bormuş subhi saboda, nur aks etarmuş oqar daryoda, umid yulduzlari porlar samoda. Men baxtim topgayman haydillar aboda, bizning ham sevguvchi bordir dunyoda. Aşklar arzusi o'xshash bo'larmish, taqdir bir-biriga tutash bo'larmish. Aşklar arzusi o'xshash bo'larmish, taqdir bir-biriga tutash bo'larmish. Ko'ngillarda o'chmas otash bo'larmish, a'lo bo'lar emish ahdu vafoda, bizning ham sevguvchi bordir dunyoda.
yashar mehrga intilsa sevsang yarashar inson iqbol uchun baxt uchun yashar mehrga intilsa sevsang yarashar bugun o'tli shaydo ko'zlar uchrashar bir odim ko'rarman o'shal barnoda bizning ham sevguchi bordir dunyoda ajab sirlar bormuş sufi saboda bir aks etarmuş oqar daryoda oqar daryoda oqar daryoda oqar daryoda oqar daryoda har bir millatni mavjud qiladigan o'zini yeri, o'zini osmoni, tuprog'i, o'zini tili, dili, e'tiqodi bo'lmog'i shart. Shunga ko'ra o'zimizniki bo'lgan har qanday ne'mat biz uchun muqaddas. Yerimiz, tuprog'imiz, dasturxonimiz, nonimiz, oshimiz, xullas nihoyatda boshqacha. Milliy ruhdagi asarlar bizga doim qanot bag'ishlaydi, qanoat beradi, o'stiradi, ruhlantiradi. Do'stlar, xushvaqt milliy ruhdagi ko'rsatuvimiz davom etadi. Yana qo'shiqlar bor. Biz tez-tez qo'shiqlarni e'lon qilishimiz kerak. Galda kuylanadigan navo yosh xonanda Farhod Diyor ijrosida bo'ladi. O'xshashligi shunchami tanlaganim bilmadim Fatimami Zuhrami yo'l chetida ikki qiz o'xshashligi shunchami tanlaganim bilmadim Fatimami Zuhrami xayrining mo'jizasi yuzlari juft kulchami go'yo bir-birin aksi Fatimami Zuhrami go'yo bir-birin Zuhrami go'yo bir-birin aksi Fatimami Zuhrami go'yo bir-birin aksi Fatimami Zuhrami qo'shiq pik yoykamon lablari qo'shgunchami adashib ko'zim giryon Fatimami Zuhrami so'z desam yurak yutib nozu firoq shunchami bilolmay boshim garang Fatimami Zuhrami bilolmay boshim garang Fatimami Zuhrami Fatimami Zuhrami Fatimami Zuhrami adashib ko'zim giryon Fatimami adashib ko'zim giryon Fatimami Zuhrami
Davom etamiz do'stlar, yana bir bor sizning da nomingizdan va bizni atrofimizda o'rab turgan, quvvatlantirayotgan mehmonlarimiz, milliy san'atimiz shinavandalari nomidan bugungi ko'rsatuvni tayyorlab taqdim etishda ko'rsatayotgan beminnat ko'magi uchun Qibray klinik sihatgohi ma'muriyatiga minnatdorchilik bildiramiz. Bu maskanda ikkinchi marotaba ko'rsatuv tasvirga olyapmiz. Chindan ham bahavo, xushmanzara, yaxshi kayfiyatli odamlar, xullas hammasi go'zal va hammasini jam qilib bu xush vaqt edi deyishimiz mumkin. Darvoqe Shams Tabriziy hikmatlariga ko'ra kitob o'qimagan odamga hech bir kitob qiziq emas deydilar. Hayotni anglamagan odamga biror bir hikmatni foydasi ham yo'q. Qo'shiqdan zavqlanmagan odamga qalbi qotgan deya baho berishimiz mumkin. Bizni qalbi borlar, orzu istaklari bisyorlar, yaxshilar tomondagilar ko'radilar, tinglaydilar va ular uchun tuhfalarimiz bisyor. Bizda kuylash navbati umidli yosh xonanda Javlonbek Jo'rayevga hikmatli falsafiy mushohadalarga boy bo'lgan go'zal qo'shiqni taqdim etadilar. Ko'rinmas gohida g'amning oxiri olislab ketganday baxtning sohili bo'larmiz kun kelib dardlardan xoli bizga ham Xudoning yozgani bordir. Boshdagi do'ppimiz kelganda ham tor, shodumon kunlardan umidimiz bor. Yaratgan zot o'zi qo'llab tursa yor, bizga ham Xudoning aytgani bordir. Bizga ham Xudoning yozgani bordir. Bizga ham Xudoning yozgani bordir. Yozib tursa yetar o'tkir qalamlar, to'xtab qolmasa bas shaxdam qadamlar. Mayliga kulsinlar bugun odamlar, bizga ham Xudoning yozgani bordir. Sinovdek kelganda ming bitta xatar, sabr bilan keldik shu kunga qadar. Peshonaga bitgan bo'lsalar agar, bizga ham Xudoning yozgani bordir. Bizga ham Xudoning yozgani bordir. Bizga ham Xudoning yozgani bordir.
ham Xudoning yozgani bordir. Gullar ishqimizga bo'lib tashnalar, lek vafo bo'lmasa ko'zi yoshlanar. Qo'ygil ketaversin baland poshnalar, bizga ham Xudoning yozgani bordir. Bizga ham Xudoning yozgani bordir. Bizga ham Xudoning yozgani bordir. Demak biz shukuh bilan dasturni davom ettiramiz. Rostdan ham bahavo joy, xush manzara, ko'rkam, mahobatli maskandamiz. Xushvaqt davom etadi. Mana shu maskan, demak, ko'p bora ta'kidlayotganimiz Qibray klinik sihatgohi va sihatgoh bosh shifokori o'rinbosari Yunusova Nodiraxon Abdujamilova biz yonimizda. Ko'rganimizdan xursandmiz. Katta minnatdorchilik bildiramiz suhbat avvalidayoq sizlarga ko'rsatilayotgan yordam, bugungi ko'mak uchun. Avvalo, bunaqa tadbirlar sizlarda muntazam bo'lib turadi o'zi, ha? Dam oluvchilarning kayfiyatiga qarab, keyin jamoadan kelib chiqib, bizning direktorimiz juda ham shunaqa narsaga e'tibor beradilar. Ayniqsa san'at sohasida bizning e'tiborimiz juda ham katta, chunki siz bilasiz, yaxshi kayfiyat har doim yaxshi. Albatta. Bizning dam oluvchilar juda ham yaxshi kayfiyatni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun biz shunaqa tadbirlarni ko'p uyushtirib turamiz. Qibray sihatgohi jamoasiga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Albatta suhbat adog'iga yetmaydi, lekin kuy qo'shiqlar bo'lishi kerak. Sizlarning faoliyatingizga omad tilaymiz va kuy navolarda davom etamiz. Rahmat. Olqishlaringiz do'stlar sihatgoh uchun. Sizlarga ham rahmat. Katta rahmat. Familiyaga sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. دیگه غزلم آنجورا چکره چکی هنجورا فرهاد تستر زنگیرد زنگی تنه تنگیره چکره چکیدن گیرد زلفاش نمیدن گیرد باز روی جنانه عرق چکیدن گیرد چکره چکیدن گیرد زلفاش نمیدن گیرد روی از روی جنانه عرق چکیدن گیرد کنم چی باشد جلوه کنم میروی خنده کنم چی باشد جلوه کنم میروی چکره چکیدن گیرد زلفاش نمیدن گیرد باز روی جنانه عرق چکیدن گیرد چکره چکیدن گیرد زلفاش نمیدن گیرد روی از روی جنانه عرق چکیدن گیرد
رومالکش بسته‌ای صدقه را گشتناش رومالکش بسته‌ای صدقه را گشتناش صد بدرم مادرم خرسند شوم دادرم باز کنندم بدم شاد کند خواهرم ای دیگه غزلم منجوره چکره چکی خنجوره فرخاد کستر زنگیرد زنگی تنه تنگیرد چک چکی دنگیرد سلفاش نمی دنگیرد باز روی جنانه عرق چکی دنگیرد چکی دنگیرد زلفاش نمی دنگیرد باز روی جنانه عرق چکی دنگیرد چکیده چکیدن میرد زلفاش نمیدن گیرد بیاز روی جنانه عرق چکیدن میرد. Muhtaram teletomoshabinlar, davom etamiz. Aprel oyida millatimiz tarixi bilan bog'liq bo'lgan qutlug' bir kunni nishonladik. Ya'ni ibrat olamining vakili, shoni shavkatimiz bilan mushtarak bo'lgan shaxs Sarkarda Amir Temur hazratlarining 690 yilligi nishonlandi. To'y edi. Bobomizdan Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. To'yga to'yana bilan degan hikmatga ko'ra san'atkorlarimiz munosib tuhfalar taqdim etdilar. Jumladan bugungi xushvaqtimizda ishtirok etayotgan umidli san'atkorimiz Sardorbek G'ofurov ham mana shu mavzuda kuylamoqchi. Sohibqiron Amir Temur bobomizni ulug'lab. Farzand erur ko'rki har bir insonning uning xulqi ozig'idir har jonning ey onasi o'g'lim zo'r bo'lsin desak onasiga o'xsha sohib qironning otasiga o'xshay sohib qironning yurt sha'ni deb yurak bag'ri cho'g'limiz odobida tutgan yo'li to'g'rimiz turkilarning faxri bo'lsin o'g'limiz onasiga o'xsha sohib qironning otasiga o'xsha sohib qironning onasiga o'xsha sohib qironning otasiga o'xshay sohib qironning tegina moh begim oy kabi to'lgan Muhammad tarag'ay qaytmas til bo'lgan shundan Temurbek ham mard o'g'il bo'lgan onasiga o'xsha sohib qironning otasiga o'xshay sohib qironning biz tolmasak shunda uyam tolmaydi halol bo'lsak haromga qo'l solmaydi o'z-o'zidan Temur bo'lib qolmaydi onasiga o'xsha sohib qironning otasiga o'xshay sohib qironning vatan ertasidan ko'proq g'am yesak o'g'limiz ko'klarga tug'ilsin desak yana Temuriylar tug'ilsin desak onasiga o'xsha sohib qironning otasiga o'xshay sohib qironning onasiga o'xsha sohib qironning otasiga o'xshay sohib qironning
hamon bizni tinglab tomosha qilayotganingiz uchun minnatdormiz. Davom etamiz. Yana bir bor yodingizga solmoqchimiz. Bu galgi xushvaqtimizni Qibraydagi Qibray klinik sihatgohining hovlisidan olib boryapmiz. Chiroyli, ha? Go'zal. Kayfiyatimiz ham mana shu hovliga mushtarak tarzda monand. Tinglovchi uchun ijro etilayotgan qo'shiqni mualliflari ba'zan ahamiyatsiz qolar. Ba'zan uni qanday kuylayotganiga ham e'tibor berishmas. Ammo chin dildan qo'shiq go'zal ijro etilgan bo'lsa, uni qalbiga muhrlaydilar yoki aksincha unutib yuboradilar. Hayot shunday. Unutilmaslikni istaydi ijodkor va hamon necha yildirki xushvaqt efirda ekanligi bizni ham baxtli qiladi. Iloho baxtli bo'ling do'stlarim. Sizni baxtli qiladigan navolarga to'liq fursatlarda davom etamiz. Aynan mana shu sihatgoh ijodkorlaridan biri xonanda Muhiddin Obidov kuylaydi. Kalem kaşım gözlerinde yaş eylenedi. Gözlerinde yaşlar kürbaş eylenedi. Kalem kaşım gözlerinde yaş eylenedi. Gözlerinde yaşlar kürbaş eylenedi. Yüzlerini gamgin görsem, perişan görsem ey, gam hürgine yüreğimde taş eylenedi. Yüzlerini gamgin görsem, perişan görsem ey, gam hürgine yüreğimde taş eylenedi. Bir yıl ayın atır güldü bu hinden eken, bir gün gelip dilbek bular köydeken. Bir yıl ayın atır güldü bu hinden eken, bir gün gelip dilbek bular köydeken. Kalem kaşım barmağında tilladan üzük, düşlerimge kirip çıkar gözleri süzük. Kalem kaşım barmağında tilladan üzük, düşlerimge kirip çıkar gözleri süzük. Her görgende meyde meyde bağrım tilgunça, bir süzülüp canım alıp koyani tüzük. Her görgende meyde meyde bağrım tilgunça, bir süzülüp canım alıp koyani tüzük. Bir yıl ayın atır güldü bu hinden eken, bir gün gelip dilbek bular köydeken. Bir yıl ayın atır güldü bu hinden eken, bir gün gelip dilbek bular köydeken. Kalem kaşıma çehrenge perde bulayım, can gelenge can bulgine canım bir ayım. Tımar bulay boynindagi haldi yeneş gene, nime bulsam meyli fakat senle bulayım. Tımar bulay boynindagi haldi yeneş gene, nime bulsam meyli fakat senle bulayım. Bir yıl ayın atır güldü bu hinden eken, bir gün gelip dilbek bular köydeken. Bir yıl ayın atır güldü bu hinden eken, bir gün gelip dilbek bular köydeken. Bir gün gelip dilbek bular köydeken. Xush manzara maskan, bahavo go'sha,
go'zal kayfiyat, chiroyli ijro, ijod hammasi xushvaqtni vujudga keltiryapti. Demak, xushvaqtimiz davom etadi. Qo'shiqlar bor bizda. Go'zal, biri-biridan ajoyib. Buxorolik san'atkorimiz Jo'rabek Shirinov kuylaydi. Yüreğime ot yakkan sen sanay, sen sanay, sen sanay. Tabassımla şık bakkan sen sanay, sen sanay, sen sanay. Yüreğime ot yakkan sen sanay, sen sanay, sen sanay. Tabassımla şık bakkan sen sanay, sen sanay, sen sanay. Aşıklarının güzeli, güzellerinin güzeli. Aşıklarının güzeli, güzellerinin güzeli. Sözü cüde mezeli, sen sanay, sen sanay, sen sanay. Sözü cüde mezeli, sen sanay, sen sanay, sen sanay. Lablaring ham gulguncha, bellaring himchab buncha. Lablaring ham gulguncha, bellaring himchab buncha. Turgul dunyo turguncha, sen sanay, sen sanay, sen sanay. Turgul dunyo turguncha, sen sanay, sen sanay, sen sanay. من عاشقی بیچاره، من عاشقی بیچاره. هجرینده دلم پاره، کلمه من آواره. sen sanay, sen sanay, sen sanay. Kılma bana avare, sen sanay, sen sanay, sen sanay. Sen sanay, sen sanay, sen sanay. Sen sanay, sen sanay, sen sanay. Xush kayfiyatli xushvaqtimizda yana bir aziz mehmonimiz bor. Shoir Mirzo Karim, ko'rganimizdan xursandmiz. Qaysi shamollar uchirdi deyishadi-yu. Farg'onani shamolimi? Qibray shamollari uchirib keldi. Juda yaxshi. Toshkent davlat farmatsevtika institutini bitirganman. Provizor texnologman, oliy ma'lumotdorshunos. Endi aslida hamma inson shifokor bo'lish kerak. Kimdir she'ri bilan, kimdir kuyi bilan, kimdir qo'shig'i bilan, kimdir shirin so'zi bilan. Lekin shunday bir endi hayotda gohida bir achchiq so'zlar bilan bir-birimizga igna sanchib qo'yamiz. Lekin mana shunday kasb egalari borki, ularni ignasidan ham xursand bo'lamizda. Ular albatta shifokorlar, ular hamshiralar. Jayra jayra degan qo'shig'imiz bor, Xolp aka. Shunda qaydan kelib qolgan hayolingizga deydi. Men shifoxonada yotganimda ularni aytardim, bularni
ko'zlari jayron, o'zlari jayra deyardim. Chunki shu ignalari bilan keladi. Ana shunday yaxshi qo'shiqni ham mana shu madadkorlar, shifokorlar, hamshiralar turtki bo'lgan ilhom berishgan dildoralar, dilim poralar. Ishq dardiga bormi choralar? Bevafo ul yuzi qoralar. Jayra, jayra, ko'ksimda yayra. Bordir tig'ing, bordir tikoning, ayon yurur yaxshi yomoning, bag'rim bo'lsaydi oshiyoning. Jayra, jayra, ko'ksimda yayra. Suyanganim g'ayur tosh bo'lsa, suyukligim unsiz losh bo'lsa, yor deb mangu ko'zda yosh bo'lsa, jayra, jayra, ko'ksimda yayra. Yaxshi niyatli xalqmiz. Har gal bir xonadongami davraga kirsak, tabassum bilan kiramiz, hol so'raymiz, ko'ngliga qaraymiz, yaxshi niyatlar qilamiz. Qo'limizni duoga ochib, butun ezgu istaklarimizni amalini Allohdan so'raymiz. Hamma so'raganlarimiz hamrohimiz bo'lsin. Hammangiz sog', baxtli, ko'rkam, shod, boy yashaylar. Hamisha xushvaqtda ko'rishaylik. Darvoqi niyatlarimiz ham misralarda shundoq chiroyli marjon bo'ladiki, jumladan otalarning qaddin bukturmasin g'am, onalarni ko'zi hech bo'lmasin nam, baxti bekam bo'lsin uka singillarning ham, soya tashlamasin bemahal qayg'u, dilimda xushvaqtdagi tilaklarim shu demoqchiman. Va darvoqi yoshlarga baxt so'raymiz-u, farzandlarimizni baxtli bo'lishini istaymiz, o'g'illarimizga yaxshi kelin, qizlarimizga yaxshi joydan baxt ravo qilishni istaymiz. Ana shu mavzuda qiz uzatgan otani dardi kuylangan Shavkat Madumarov ijrosidagi chiroyli navoni taqdim etamiz endi. Marhamat. Qiz bolaning hayot qush bolaga o'xshaydi. Uchirma bo'lgan chog'i sovchilari yo'qlaydi. Palaxmon tosh haq aytgan joyga borib to'xtaydi. Yor yor aytay o'zginam, kelin bo'ldi qizginam. Yor yor aytay o'zginam, kelin bo'ldi qizginam. Hormang dada deb har kun chiqardi yo'llarimga. Charchamadingizmi deb suv quyib qo'llarimga. Sog'insam qarar bo'ldim ham o'ngu so'llarimga. Yor yor aytay o'zginam, kelin bo'ldi qizginam. Yor yor aytay o'zginam, kelin bo'ldi qizginam. Yor uyda baxt topsin, erkatoy qaro ko'zim, ko'ngliga hamroh bo'lsin, duoyut shirin so'zim. Yor uyda baxt topsin, erkatoy qaro ko'zim, ko'ngliga hamroh bo'lsin, duoyut shirin so'zim. Shoponlarim changini artarman endi o'zim. Yor yor aytay o'zginam, kelin bo'ldi qizginam. Yor yor aytay o'zginam, kelin bo'ldi qizginam. Yuragimdan gul kabi yulib berdim qizimni. Baxtin tilab taqdir deb kulib berdim qizimni. Xudoyimga tavakkal bilib berdim qizimni. Mirzo shirin so'zginam, kelin bo'ldi qizginam. Mirzo shirin so'zginam, kelin bo'ldi qizginam.
yar aytay o'zginam baxtli bo'lgin qizginam yar bilan jon bilan dadang joni sen bilan Hikmatli dunyo. Yana bir misra yodimga tushyapti. Bir qarasam, do'sti yordan ko'nglim to'qdek. Bir qarasam, atrofimda hech kim yo'qdek. Ba'zan bo'ladi odamlar ichra o'zini yolg'iz sezishi mumkin. Bu murakkab, ammo lekin yolg'izlik bu kuchli odamlarning ishi. Har qanday holatda do'st yoringiz, hamrohingiz bo'lsin do'stlar. Efirda xushvaqt davom etamiz. Bizda yana qo'shiqlar bor. Kundan kunga yuksalmoqda, ihsonchilar ko'paymoqda, jannatdan yo'l izlamoqda. Saxovatli karvon bilan Alloh yo'lin ochib qo'ydi, mehr nurin sochib qo'ydi. Qancha bemor xursand bo'ldi, saxovatli karvon bilan. Saxovatdan poklanadi dil, saxovatdan yashnaydi ko'ngil, saxovatdan poklanadi dil, saxovatdan yashnaydi ko'ngil, jannatlarga ochiladi yo'l, oyga eltar narvonim bor, saxovatli karvonim bor. Oyga eltar narvonim bor, saxovatli karvonim bor. Yurtimiz bor saxovat pesha, ihson etar jonini qo'sha. Xalqimiz bor saxovat pesha, ihson etar jonini qo'sha. Umid so'lmas deymiz yasha, bemorlarga darmonim bor, saxovatli karvonim bor. Bemorlarga darmonim bor, saxovatli karvonim bor. Yaxshilarni Alloh siylar, miskinlarga yangi uylar. Yaxshilarni Alloh siylar, miskinlarga yangi uylar. Qilamizda katta to'ylar, jannatlarda qo'rg'onim bor, saxovatli karvonim bor. Tarifiga dostonim bor, saxovatli karvonim bor. Olim bobo qo'shiq bitar, Qodirjon ham jo'shib aytar. Sohib Umar she'rlar bitar, Qodirjon ham jo'shib aytar. Hokim akam shohi jahon, Jamoliddin Muhammadjon, saxovatda sarbonim bor. Elmurodjon Dilshod hoji, saxovatli insonim bor. Hoji onam, hoji
boqchi otam, opam singlim, akam ukam, fidoyilar bo'stonim bor. Oyga eltar narvonim bor, saxovatli karvonim bor. Oyga eltar narvonim bor, saxovatli karvonim bor. Saxovatli karvonim bor, saxovatli karvonim bor. Ba'zan qo'shiqlarni yaxshi va yomonga bo'ladilar. Har qanday o'lchamda hech qachon odamlarning me'dasiga tegmaydigan mavzular bor. Ha? Vatan, yaxshilik, muhabbat, do'stlar, sadoqat, eng muqaddasi menimcha ona mavzusi bo'lsa kerak. Ona haqidagi mundoqroq qo'shiq ham qalbga yaqin, chunki onani o'zi muqaddas va ona doim qalbda-da. Mavzuni xonanda Abdulla Rahimjonov davom ettiradi. Onajonim beg'uborim qayda bo'lmay dilda siz. Onajonim mehribonim qayda bo'lmay dilda siz. Siz shavkatim nomus orim qo'shig'imda tilda siz. Siz shavkatim nomus orim qo'shig'imda tilda siz. Mehrim aylay bir guldasta poyingizga to'shalsin. Mehrim aylay bir guldasta poyingizga to'shalsin. Duo aylang onajonim orzularim ushalsin. Duo aylang onajonim orzularim ushalsin. Ko'ksingizga qo'ysam boshim, unutilar qayg'ular. Farqi yo'qdir qancha yoshim, jo'shuradi tuyg'ular. Siz borlig'im, siz jahonim, ko'zingiz bo'lmasin nam. Onajonim, mehribonim, dunyoda siz yagonam. Mehrim aylay bir guldasta poyingizga to'shalsin. Mehrim aylay bir guldasta poyingizga to'shalsin. Duo aylang onajonim orzularim ushalsin. Duo aylang onajonim orzularim ushalsin. Ruhimizda yangrar namo, jilmaysangiz onajon. Ruhimizda yangrar namo, jilmaysangiz onajon. So'zlaringiz nurdek damo, quyoshimsiz onajon. So'zlaringiz nurdek damo, quyoshimsiz onajon. Mehrim aylay bir guldasta poyingizga to'shalsin. Mehrim aylay bir guldasta poyingizga to'shalsin. Duo aylang onajonim orzularim ushalsin. Duo aylang onajonim orzularim ushalsin. Siz Mahalla telekanalini tomosha qilyapsiz. Efirda xushvaqt. Bu galgi xushvaqtimizni yana bir bor minnatdorchilik ramzi sifatida ta'kidlab yodingizga solmoqchimiz. Qibraydagi Qibray klinik sihatgohining hovlisidan olib boryapmiz va umuman bugungi ko'rsatuvimizni tashkillashtirish, uyushtirish, amalga oshirib tasvirga olish jarayonlarida mazkur sihatgoh ma'muriyati beminnat yordam ko'rsatdi. Jonbozlik uchun ularga
alohida hurmatlar bilan minnatdorchilik izhor etamiz. Bugungi ko'rsatuvimizni go'zal raqslar bilan bezab borayotgan Mo'jiza milliy raqs ansamblining raqqosalariga ham rahmatlar aytmoqchimiz va yana qo'shiqqa gal beramiz. Ko'ngillarga nihoyatda yaqin bo'lgan navo bor. Bizning o'spirinligimiz bilan bog'liq. Lolalar yondi, lolazar yondi. Bu juda go'zal qo'shiq. Bu qo'shiqni mahoratli, iste'dodli xonanda Sevinchoy Ro'zimetova ijro etib beradilar. Bugun ommaviy san'atni ta'siri kuchaygan bir pallada ko'pchilik asl san'at bilan soxta san'atni farqiga bormaydi, afsuski. Ammo mana shundan xoli tarzda ana shu fahm, farosat yoki ajratishni bilishlik qobiliyati mavjudligi uchun men o'ylaymanki, xushvaqt kabi milliy ruhdagi ko'rsatuvlar hamon mavjud. Bizni bor qilgan, biz bilan birga bo'lgan aziz yurtdoshlarimizga omonlik tilaymiz va yana uchrashish niyatida sizni, fayzli xonadoningizni tark etamiz. Bizni mahalla kanalida kuting. Shanba oqshomlari 20:00 birga bo'lamiz. Ko'rishguncha